Super muxlis haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar, X-Fact kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz super muxlis haqida faktlarni bilib olamiz. Videoni boshlashdan oldin like va obunani bosib qo'ying. Qani ketdik. Super muxlis ismi Hasan. 2008-yil 10-dekabrda dunyoga kelgan. Bu yil 17 yoshga kiradi. YouTube kanali 2021-yil 19-dekabrda registratsiyadan o'tgan. YouTube'dagi birinchi videosi multfilm Prikol, Envel qahramonlari haqida bo'lgan va 2022-yilda qo'yilgan. Kanaldagi eng mashhur video Aqlboy kanali haqida bo'lgan. U 651 mingta prosmotr yig'gan. Super muxlisning hozirda 56 mingta obunachisi bor. Kanalda 270 dan ortiq video yuklangan. Ko'proq multfilmlardagi qiziqarli joylarni video qilib qo'yadi. Kanalda 3 marta stream qilgan va birinchi streamida ismi va qachon tug'ilganini aytib o'tgan. Eng yoqtirgan multfilmi Xon qizi va Abjir mushuk. Eng yoqtirgan animesi Solo Leveling. Hozirda kompyuter ishlatadi va noutbuki ham bor. Kompyuterning xarakteristikasi i5 12-avlod, RTX 3050 va 16 GB RAM. Kanaldagi eng ko'p video Xon qizi va Abjir mushuk haqida. Super muxlisning eng ko'p ko'rilgan shorts videosi 1.2 million marta ko'rilgan. Super muxlisning Telegram kanali ham bor. Telegram kanalida 9 dan ortiq obunachisi mavjud. Telegram kanaliga qiziqarli ma'lumotlar va yangiliklarni tashlab boradi. YouTube kanalida Kung Fu Panda haqida ham qiziqarli videolar qilgan. YouTube kanaliga birinchi Envel qahramonlari multfilmidan qiziqarli joylarni video qilib qo'ygan. YouTube kanalining jami ko'rishlar soni 12 milliondan ortiq. Instagramda uncha mashhur emas. Redmi A3 telefonini ishlatadi. Telefonda streamda kamera sifatida foydalanadi. Shu bilan bugungi faktlarimiz tugadi. Siz qaysi birini bilar edingiz? Kommentga yozib qoldiring. Va shu paytgacha like va obunani bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying.